Bugungi obzorimiz sizlarga ko'pchilik so'rayotgan mikroto'lqinli pechlarimiz bor. Bu mikroto'lqinli pechimiz esa 750 ming so'm. Hop, keyingisi 672 ming so'm, keyingisi 1 million 211 ming so'm. Hammasini mana brendlariga alohida e'tibor berasizlar. Hoffman brendi og'irligi, kattaligi va ichida necha kilogrammgacha narsa saqlab qolishiga qarab narxlari chiqarilgan. Hop, keyingi mikroto'lqinli pechlarimizni ham bemalol ko'rasizlar. 867 ming so'm va menga eng yoqqan mikroto'lqinli pech sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman, chunki bu aynan ichkaridan hammasi va yevro stiliga ham bittada tushadi. Ichkaridan menyulari boshqariladi mana. Ko'rsangiz ham bo'ladi o'rtoqlar. Buning narxi esa 982 ming so'm. Bu yerda ham juda ham har xil fasondagi mikroto'lqinli pechlarimiz mavjud. Xohlasanglar uylar high-tech bo'lsin, xohlasanglar oddiy remont bo'lsin, xohlagan stilda to'g'ri kelib ketadigan mikroto'lqinli pechlarimizni arzonchi do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Sizga aynan qaysi mikroto'lqinli pech yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring.